Ha, yig'ilishib hammamiz. Hozir to'xtab turib telefon qo'lima komissiyaga o't. Kim u? Komissiyadan keldik. Xonada hech kim yo'q. Svet yo'q-ku. Hozir o'chiraman. Ana endi hech kim yo'q. Hazillashmang, bizga direktor kerak. Ha, direktor ikkinchi etajda o'tiradi-yu. Ha, betga direktor xonasi deb yozilgan-ku. Bu eski remontdan qolib ketganda ukajon. O'shancha chiqinglar o'sha yerga ko'chib olgan hozir direktor issiq deb. Ha, unda nima eshik ochmayapsiz? Chunki kiyimim yo'q-da meni hozir. Ana, kiyimimni almashtirayotgandim. Ha, bo'pti, uzr. Yetarli pul yig'ildi. Mana sen puling. Sensiz bu ishni bunchalik tekis bitira olmasdan. Agar pul kerak bo'lsa, menga ayt. Men to'yga kirib ketmay. Bo'pti, rahmat senga. Tushunarli. Shunda hammasi tugadimi? Endi hech kim aldamaysiz a? Hey. Mani eshityapsizmi? Nima bo'ldi? Sevinch, men keyin telefon qilaman, maylimi? Alo. Senga lokatsiya tashlab qo'ydim. Xo'sh. Xo'p. Qanchalik kelasan? Yarim soatda boraman.